Assalomu alaykum. Ravshan Uz kanalining hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y qo'zi ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati Shahidon chorva bozoridan qo'ylarning narx-navolarini yoritib berishga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa bir donadan like bosib, bozor narx-navolarini birinchilardan bo'lib ko'rib borish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raymiz. Bu bozor qo'y qo'zilari narxlari arzon yoki qimmatligini videoning oxirida izohlarda yozib qoldirishingizni so'raymiz. Biz boshladik. Aka nech pul ekan bu? 5 million. 5 million. Bolasi nima ekan? Qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Nechinchi bolasi bu? Nechinchi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi qo'chqor variantidan. Nima deysiz? 10 kunlik bo'lmagan, ha? Ammo jasadi kattaroq ekan. Sifat bo'qacha. Nomer qoldiramizmi? Bugun sotiladi, bozoringizni bersin. Aka nech pul deyapsiz buni? 4,5 deyapti. 4,5. Bolasi? Bolasi sog'liq. Sog'liq mana. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Necha oylik u? 2 oylik. 2 oylik qo'zi. Sog'liq variantidan. Ikkinchi bolasi. Nomer qoldiramizmi? Qoldiramiz. Aytavering. 97lik. 97lik. 052 67 telefon raqamiga aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Aka nech puldan ekan bular? Nech puldan deyapsiz? 5 million kam bor. Savdo bo'ldimi? Ko'raylik sizga. Voy aka. Nech puldan narx deyapsiz aka? 5 million. Hammasiga? Necha oylik? 4 oylik atrofidagi boz qo'ylar. 5 million so'mdan kam bor deyishyapti ekan. Yon tomonlari, orqa tomonlaridan ham ko'rsatib qo'yaylik. Yaxshi qo'ylar ekan. Aka bozoringizni bersa rahmat. Nech pul deyapsiz aka? 7,5. Nech pul? 7,5. 7. Voy, bu egizakchimi? Egizakchi variantidan mana. Bolasi nima ekan? Bitta qo'chqor, bitta sog'liq ekan. 7,5 million so'm kam bor. Bular nechinchi bolasi? Bilmaysiz, necha oylik bu qo'zilar? Hali 1 oylik. Yo'q, ha? 1 oylikka yetib bormagan deyishyapti mana. Bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq qo'zilar. Rahmat, bozoringizni bersin. Nech pul deyapsiz buni? 43. Bolasi nima ekan? 43 so'radi. Siz nech pul deyapsiz? Bahosi 43 bo'pti. Bolasi nima ekan? Qo'chqor, ha? Mana shu bitta bolasi. Mana nariginiki. Bolasi qo'chqor. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Qo'chqor variantidan. 43 million so'm bahosi bo'pti mana shu qo'y. Mana bolasi. Rahmat, bozoringizni bersin. Aka nech pul deyapsiz bularni? Ularni 5,5 kam. 5,5 5. Bolasi nima ekan buni? Mana nima bolasi? Qo'chqor. Nargisinikichi? Bu ham qo'chqor. Bir jup bolasi qo'chqor. So'raganlarga bunisi 5,5, bunisi 5 million so'm kam bor. Bunisini bolasi sal kattaroq olgan. Bular nechinchi bolasi? Bu ikkinchi, unisi Mana ikkinchisi, mana uchinchi bolasi ekan. Bu necha oylik? unisi 12 kunlik. 1,5 oy. 1,5 oylik. Qo'zi qo'chqor. Rahmat, bozoringizni bersin. Qo'zilardan mana. Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz aka buni? 5,5 deyapti. 5,5 million so'm kami bor deyishyapti. Biri qo'chqor, biri sovliq. Biri qo'chqor, biri sog'liq. Jupiga 5,5 mi? Ha, jupiga 5,5. Biri qo'chqor, biri sog'liq. Qo'zilardan so'ragan akalarimizga mana maxsus video. Bahosi bo'ldimi aka buni? Ha, hozirda qaynab turgani 41,5 bo'ldi. Qaynoq bahosi 41,5. 4 million 150 ming so'mga berishmabdi mana. Telefon raqami qoldiramizmi? Yo'q, ikkita olib chiqib. Bugun sotiladi. Tagiga seroq qo'y, ikkita olib chiqib. Bo'ldi, yashang, bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Navbatdagilardan. Qo'zilar. Aka bu sizdanmi? Nech puldan deyapsiz?
2,5 kam bor. 2,5. Bular nima ekan? Uchta sovliq qolgani hammasi qo'shgan. Mana ikkita sovliq, Ikkita sovliq, mana bitta sovliq. mana bitta sovliq. Xudo oxirdagi. 2,5 million so'mdan kami bor. Nargilar hammi? Ha, bular ham qo'shgan. Bular ham qo'chqor 2,5 milliondan kam bor. 2,5 million so'mdan kami bormi? Qo'zi qo'chqorlar. Sifat boshqacha qo'chqorlar ekan. Dastavkasigacha bu. Dastlabkasi bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Dastavkasi bor. Telefon raqamini aytib yuboringchi? 95lik. 95lik o'di bilan. 032 032 1171. 1171 telefon raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Qaydan bu? Buvayda bastan bu. Buvayda Bastan buva degan joydan ekan. Tagi serob, ha? Tagi serob. Bitta gap bor. Ha. O'lguncha garantiya. O'lguncha? O'lguncha garantiya. O'lgandan keyin men xolos. Hali. O'lguncha garantiya. Rahmat bozoringiz bersin. Ravshanimizdan chiqadi. Navbatdagilarga o'tamiz. Nech pul deyapsiz aka bularni? Egizakchimi bu? Yo'q, egizakni sotib yubordi. Bular bittadan bo'ladi. Mana bu egizakchimi? Yo'q, egizakni sotib. Ha, sotildi, ketdi u. Ha, ha. Bular bittadan bolasi bor. Nech pul ekan bu? Ko'ryapman ekan. Yana bola hammasi. Bolasi nima ekan buni? Sog'liq bular. Oqlak sog'liq. Sovliq, oqlak, oq Qo'ylarning bolasi sog'liq. oq qo'ylar bolasi sovliq. Mana bu ikkita qora qo'yimizni bolasi qo'chqor, bittasi sog'liq ekan. Bular nech puldan? Bular ham 4,5 kam bular. Hammasi 4,5 dan kam bor. 4,5 kam. Ha. Mana sovliq bolalar kattaroqmi? Yo'q, hammasi bir xil. Hammasi bir xil. 3-4 bolalar. Ha. Qo'ylar hammasi sog'lom. Sog'lom, sog'lom. Chunki mana kavushlarni qaytarib turibdi. Telefon raqamini aytib yuboringchi? Yo'q, telefon nima? Bugun sotiladi, Savdo qilishyapti. Ha, nech pul bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti? 98 qilishyapti uchta qoraga. 3 ta qoraga 98. Mana mana akalarimiz savdo qilishyapti ekan. Rahmat bozoringiz bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Navbatdagilar. Qo'ylardan. Voy mana qo'y. Aka bu kimdan aka? Mana uni bolasi bu? Ha, o'sha. Ha. Nech pul deyapsiz buni? 6 million. 6 million. Bolasi qo'chqormi? Qo'chqor. Mana. Necha oylik bu? 4 oylik qo'zi qo'chqor. Wow. Zo'r vaqtda o'zi ham. Qo'chqor. Oh. Gap yo'q. Zo'r vaqt. Telefon raqamini aytib yuboringchi aka? Haligi sotib Bugun sotiladi, ha? Ha, bolasiga ish qog'ozlar bo'lsa olib qo'yadim dedimda. Rahmat bozoringiz bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka nech pul bahosi bo'lyapti? 2 million 800 ming. 2 million 800 ming mana. Qo'llarini olamiz. 2 million 800 ming. Bolasi? Sog'liq, bolasi sog'liq. Mana mash. 2 million 800 ming so'mga qizg'in bahosi bo'lib turibdi. Navbatdagilarga o'tamiz. Baho bo'layotgan joylardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Qaysi biri baho bo'lyapti aka? Nech pul bo'lyapti? Nech pul? Mash ikkitasi. Bolasi. Egizakchimi aka bu? Ha, mana bolasini o'ziga. 4 million. Rahmat bozorlaring bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka bu egizakchimi? Mana bolasi. Ha, bitta mana ha. Nech pul deyapsiz buni? 5 million kam. 5 million. Bolasi? Bolasi. Ali qo'chqormi? Sog'liq. 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 Bolasi sog'liq variantidan mana. Nech pul deyapsiz? Birinchi tug'ishi 5 million so'm kam bor. Qo'yib turishim. Bozor zo'rmani turibdi-yu. Ko'kragini kerib. Mana cho'zisi ham turibdi. 5 million so'm kam bor deyapti ekan. Bahosi bo'ldimi aka? 4,5 so'rashdi. 4,5 so'rashdi. 4,5 million so'm bahosini so'rashdi, berishmabdi. Rahmat bozoringiz bersin. Navbatdagilarga o'tamiz, navbatdagilar. Mana shu baho bo'lyaptimi? Nech pul bo'lyapti? 4 million. Aka beravering. Rizqimiz bo'lsa yeymiz, bo'lmasa aka olib ketamiz. Chiqadi, sizlar shuni ichida yurasizlar. Nima bilasiz aka? 4 million so'm bahosi bo'lyapti. Chiqadi. Bolasi qo'chqormi?
Sog'lom. 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 4 million so'm. Ot olasiz. Mana shu O'ylab ko'ring endi. Mana qizg'in bahosi. Ikkita dasta olyapti. Erta bozorlar yurgan. Bozorlar ko'p joyda savdolari bo'lyapti. Mana shu odam 37 kilo. Hurmatli obunachilar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Qo'ziq qo'chqorlar, sog'liqlar. Narxlar yoqqan bo'lsa, birdanidan like bosib, izohlarda arzonmi, qimmatmi yozib qoldirishingizni so'raymiz. Ushbu bozor lokatsiyasini Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegram kanal videoni kommentariyada qoldiramiz ushbu videoni. Nechta pul bo'ldi? 48 deydi. 4 million 800. Yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Videoga bittadan like bosib, esdan chiqmasin.